Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, charchamayapsizlarmi dehqon akalar? Sizlarimiz holati sug'orish tizimlari hammasi chiroyli yo'lak qo'ygan kirar ishiga. Bu ham ishxonadagi gapda bu. O'simliklar holati, qo'tnaklarimizni o'rtada shu yo'li bo'lsa, ikki cheka ko'chat Albion. Katta maydonimiz. Chiroyli mana xontoydan chiqdi. Hozir ozgina chang bor endi o'zi. Bir oydan beri yomg'ir yog'mayapti. Endi yoz faslida yomg'ir yog'maydi o'zi. Bir agar yog'ib qolmaganda, agar bir yomg'ir yog'ib berganda zo'r bo'ladi. Bular esa cho'milishni yaxshi ko'radi bular. Endi bulardan baribir soch yuvib turibsiz, no baribir shunday 15 kundan bir yuvib turibmiz, baribir shu SC'si bor oziqalik suv bilan yuvish kerak. Oddiy suv sochish mumkin emas bularga. Sirasi kasal tushib boshqa bo'lib ketadi. Hech bo'lmaganda bir 1000lik, 1200lik SC'lik suv bilan purkab yuvintirsa bo'ladi. Yangi ekilgan ko'chatdan soldat bo'lib turibdi, mana xudo xolasa. Chiroyli ko'rinishga keldi. O'sha pastda o'tib o'sib turadi 1 metr. Hammasini oldirdim men. Pastdan yoz faslida ko'chadan kelgan garimselni himoya qilib turish sifatida mana bunga o'xshab turardi. Men hozir oldirib tashladim hammasini. Holati xudo xolasa yaxshi yomon emas. Ko'chatlar rivojlanish a'lo darajada. Hammasi Albion. Mana shu yangi ekilgan joyimiz. Onun o'toqdan chiqdi, xontoydan chiqdi o'zi. Endi xudo xolasa bu yerga bir oy faqat oziqa berib, kasalligiga, hasharatiga, profilaktika ishlari olib borib, qarab tursak, xudo xolasa bundan yo'q, Alloh taolomiz rizqimizni beradi. Tamam, mevalar ham bor. Bulardan obdan tozalatdim hammasini. Mana tanoblari qoldi, endi ertaga bu tanoblarni ko'chat qilib bostirib olamiz. Yashil masalasini holati yaxshi yomon emas. Hozir 10 kun, 15 kun ichida bu ham o'roq hosiliga kirib ketadi, yaxshilab. Chiroyli qilib xudo xolasa. Shunaqa holatda. O'zi issiq paytda qo'lpnay mana g'avlab katta o'sib ketmaydi hech qachon. Issiqda quyosh yurib turadi, pastga tushirib bular. Bu holatlarimiz xudo xolasa yaxshi yomon emas. Chiroyli bo'lib, o'sha ko'nglimizdagidek natija bo'lib turibdi. Endi yaxshilab chiroyli qilib ularni boqib hosil beradigan darajasiga olib borsak, bo'lsa marra bizniki. Bu tomonlarga ham xontoq qilganda bir ikki bunaqa ketib qoldi. Endi aytib, guruch kurmaksiz bo'lmaydi deydi, bekorga aytmaydi-da shuni. Tekda ketgan shunaqalar ham. Orada. Bularni kuzda yangilab tashlaymiz. Yangi ekilgan albionlar. Hammasi chiroyli a'lo darajada o'sib kelyapti. Oxiriga olib borganingizda shunaqa holatda. Dalani oxiri ham avji yaxshi yomon emas xudo xolasa. Shu holatda. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar. Har bir dehqonni qilayotgan ishlariga Alloh taolomiz o'z baraka bersin, rivojini bersin. Xalqimizni dasturxoniga chiroyli nozimatlarni yetishtirib berishsiz biz dehqonlar charchamaylik. Charchashga haqqimiz ham yo'q. Xalqning rizqi, xalqning barakasi bu prostaga o'ylantiradigan narsa emas bu. Shuning uchun faqat harakat qilish kerak. Oldinga. Faqat oldinga harakat qilsak, xalqimizda dasturxon chiroyli nozimatlar bo'ladi. Odamlar cho'ntagi pulga to'ladi kerak bo'lsa. Fayz baraka bo'ladi. Chiroyli dalalarni chiroyli rivojlantirib ishlash kerak. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar.